Hammaga salom, Parda podkast muxlislari. Bugun buni yosh onalar ko'rish kerak. Bir yosh onani tajribasi, stresslari, hissiyotlari, emotsiyalari bilan tanishasizlar va men o'ylayman, men o'zi Mubinani blogini, Mubina desam bo'ladi. Blogini ko'rganimda o'sha farzandini ovqatlantirayotgani rekka chiqqandi va men buni qo'yaman. Albatta sizlar ko'ringlar reels shaklida YouTube'ga. Juda ham qiziq va men o'sha narsani ko'rib follow bosgandim. Voy, onalar shunaqa e'tibor berar ekan bolasiga. Endi odatiy holda men unaqa uchratmaganman-da. Bolasiga brokkolilarni pishirib berib yoki meni ko'radigan, kuzatadiganlarim hali ona emas yoki yoshlari kattaroq. Lekin juda ham foydali blog izim qoldiraman, albatta ko'ringlar. Va men o'yladim, podkast qilsa, Mubinadagi o'sha tajribalar sizlarga ham qaysidir ma'noda qiziq bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun tashkil qildik. Ozgina o'zingizni tanishtirasiz va boshlaymiz keyin. Meni ismim Mubina. Yoshim 24 da, yosh onaman. 1 yildan beri dekretdaman. Dekretga chiqishdan oldin turli xil xalqaro tashkilotlarda ishlaganman va dekretda men magistratura qildim. Bu meni yutug'im desam bo'ladi. Ko'rdim, o'sha bitirganingizni qo'ygansiz. Toshkentdagi Westminster universitetini International Business Management yo'nalishi bo'yicha bitirdim. Shu hozir bolam bor, 1 yosh o'g'lim. Shunga qarab uyda o'tiribman. Tug'ruqgacha jarayon haqida gaplashaylik. Keyin o'sha dekret mavzusiga nima ishlar qilyapsiz, bolani qanaqa tarbiya qilyapsiz, nima ovqatlantirishlar, anaqa menyuchasi qanaqa bolani, shular haqida gaplashamiz. O'sha men ginekolog bilan podkast qilgandim yaqinda va ular aytdilar, o'sha tug'ruqgacha yoki ko'p onalar ham aytadi, bilim yo'q. Ya'ni tayyorlanmaydi, shundoq boradi. Zulfizar aytgandi buni, shundoq boradi, bo'ldi, tug'adi va u juda ham katta stress oladi bundan. Ya'ni bizani tayyorlamaydi hech kim tug'ruqgacha bo'lgan jarayonga degandi. Lekin sizda ancha muvaffaqiyatli o'tibdi va siz shu tajribangizda bo'lishing biz bilan. Tak, men bilasizmi, bitta xatoyim bo'lgan ekan. Men tug'ruqqa tayyorlangan ekanman-da. Tug'ruqdan keyingi hayotga tayyorlanmagan ekanman. Bir kamida. Men dekret, bolaga qarashni вообще boshqacha tasavvur qilgan ekanman. Xayolimda u xuddi bola uxlaydi, bitta yig'laydi, ovqatini beraman, dash uxlaydi. Shunaqa bo'lganda. Endi ona bo'lmaganman. Mendan keyin singillarim yo ukalarim yo men eng kichkina farzandman, qaramaganman demoqchiman chaqaloqlarga. Unaqa tajriba bo'lmagan. Lekin men tug'ruqqa astoydil tayyorlanganman, chunki oson tug'ish xohlaganman, tez. Va rostdan shunaqa bo'ldi. Tug'ruqqa agar oldindan tayyorlansa, ancha bu jarayon oson kechadi. Men homiladorlar uchun yogaga qatnaganman, aerobika bor, u ham suvda mashqlar bo'ladi, u ham homiladorlar uchun, unga ham qatnaganman. Va meni yoga trenerimda kurs bo'lardi, dihaniya вдох degan, shu to'g'ri nafas olish bo'yicha o'sha kursni sotib olib tug'ganman. Nimaga bu juda ham muhim? To'g'ri nafas olsangiz, siz to'g'ri tug'asiz. Nafas olishda gap ko'p-da. Mana bu po'ttugi dardingiz kelganda o'sha qanaqa nafas olib, yogada e'tibor berishadi-yu nafas olishga. Da. Razriflar bo'lmasligi uchun juda ham muhim narsa to'g'ri nafas olish. Va meni juda ham turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlaganlar. Bizda partnyorskiy rodi bo'lgan. Ko'plar qo'rqadi turmush o'rtog'i bilan tug'ish, mana shu jarayonga kirish, shu faqat ayol kishi bo'lsin deydi, podдержкасidan qo'rqadi, lekin undan qo'rqish kerak emas. Bu nabarot sizlarni yaqinlashtiradi. Turmush o'rtog'i bilan tug'ish ancha yengil. Bilmayman, menga juda ham yordam bergan bu narsa. Men o'ylayman, ularning rollari juda ham katta bo'ldi men shu oson tug'ilib qutulib olishimga. Chunki menda o'zi boshida aytib bersam, kechqurun soat 5 larda boshlangan dardim. Endi hech qachon tug'maganman, bilmayman qanaqa bo'lishini yuravergan ekanman. Shu sekin bel og'rishdan boshlab shu bol og'riq kuchayib boraveradi kechasi bilan. Shu kechqurun 9 da kartinkaga ham chiqib keluvdi esimda, u yoqga kerakli narsalarni roddomga olish uchun. Keyin kecha soat 2 da roddomga borganmiz va soat 3 da ona bo'lganman. To есть dardni men полностью uyda o'tkazdim shu dard jarayonini. Lekin og'riqli-a? Juda ham og'riqli. Больницаga borsam, doktor hayronsan, qanaqa chidading deydi. Chunki полное раскрытие bilan borganman-da, сразу rod zaliga kirganman. Doktor hayron, qanaqa chidading, ko'plab vaqtlikdan keladi deydi. Menga o'qituvchim aytgan, yoga o'qituvchim uyda o'tkazish osonroq. Siz расслабиться qilsangiz, qancha shuncha yaxshi. Deb shu turmush o'rtog'im massaj qilardilar belimni.
yordam beradi-da o'sha massaj, belni massaji. Shunaqa qilib 40 daqiqalarda tug'ganman. Bu yaxshi, menimcha mana ona juda ham yaxshi, chunki men razriflasiz, o'zim epiduralkasiz, razрифлasiz. Ну вот сама без каких-либо медицинских вмешательств сама родила быстро, легко, без каких-либо плохих последствий deydi. Shunaqa. Tug'ruqqa taylanish kerak qizlar. Qancha ko'p tug'ruqqa oldinda taylansanglar, shuncha oson, yengil tug'ib olasizlar. Albatta Allohdan ham bu ham omadmi bilmayman, lekin taylanish kerak qizlar. Yo'q, qo'shilaman. Albatta tug'ruq oldindan taylaninglar, sport bilan shug'ullaninglar, o'sha homiladorlikka mumkin bo'lgan sport turi bilan va sizlar oson va yengil tug'ib olasizlar. Masalan, siz shifokor ruxsat bergandan keyin sport bilan shug'ullangansiz. U albatta. U albatta ko'rgida borish kerak. Da. U pismенно yozib beradi doktor. Sizga mana shu sport turi bilan shug'ullanish mumkin deb. O'zi endi homiladorlik unaqa ko'p narsa ham mumkin emas. O'sha yoga, yengil upражнениялар, o'sha ham charchab qolasiz, o'shani ham qilib. Eng yaxshi sport turi ham yurish. Ko'p yurardim semirmaslik uchun, lekin baribir ko'p vazn yig'dim to'g'ri. Homiladorlik paytimda. Mana bu gap bor-ku, shunaqa dard shu tug'ruq jarayoni og'riqlari haqida gapirishadi va bolamni bag'rimga olganimdan keyin hamma narsa unutildi deydi. Lekin sizda mana shu qanaqa jarayon bo'ldi? Haqiqatdan ham hamma narsani unutib, euforiya bo'ladimi odam? Euforiya bo'ladi. Shu qarang, tug'ruq jarayonida tug'ayotganingizda og'riq borgan sari kuchayib o'sha pikka chiqadi-da. Pikka chiqqandan keyin o'sha tug'asiz o'sha. Tug'gandan keyin reska ketadi og'riq. Siz bolani onani bag'riga qo'yishadi-ku. Bolani onani bag'riga qo'yishadi, tug'ruqdan keyin o'sha onani ko'krigiga qo'yishadi. Shu davr juda boshqacha. Rostdan ham hamma ungacha bo'lgan qiyinchiliklarni ayol kishi unutib yuborar ekan, oson unutar ekan. Может, o'shanga ko'p tug'adimi, qiynalsa ham esidan chiqib tug'uradi-da. Shuning uchun men hozirda o'ylayman-da, voy shunaqa yomon toksikozda bo'lgan ekanman-a, shu esimdan chiqib ketibdi deyman-da. Ayol kishi shunaqa zot ekan, esidan chiqarib yuborar ekan osonlikcha. Shu dardi qanaqa bo'lgan, homiladorlik paytida qanaqa bo'lgan, shu bolani bag'riga bosgandan keyin unutilar ekan. Va bu unutish bola katta bo'lgan sari ko'payadi. To есть bolangizga qarab keyin уже erib ketasiz. Esingizdan chiqadi. Esdan chiqadi. Birinchi so'zlarni aytganda, birinchi qadamlar qilganda shunaqa. Dekret hayotini qanaqa tasavvur qilgandingiz va real hayotda kutilmalaringizni oqladimi, yo'qmi? Va savolim juda ko'pchilik yosh onalardan asosan eshitaman. Dekret vaqti xuddiki deydi, o'zimni unutib qo'ygandek bo'laman va keraksizdek hisoblayman o'zimni. Bu ijtimoiy hayotda uzilib qolgandek, mana hamma ishga boradi, keladi va dekretdagi ona tabiiyki uyda o'tiradi va o'sha narsa qanaqadir ularda og'riq deymanmi, stresscha, kichkina stresscha olib kelar ekan. Bilasizmi, men dekretni umuman tasavvur ham qilmagan ekanman. To'g'riroq aytsam, tasavvur qilganman. Aytdim-ku o'sha podkastimizni boshida, xuddi bola ozgina yig'laydi, bundoq qilsam uspokoyitsa qiladi, o'ziga kelib oladi. Ovqatini bersam bo'ldi, shu jim o'tiradi. Lekin dekret men tasavvur qilganimdan ancha boshqacha ekan. Tug'ruqdan keyingi depressiya bu bor narsa. Va bu shu podkastga kelishdan oldin shu mavzuni o'qishni boshladim-da. Rivojlangan davlatlarda, kambag'al va rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan ularda bu ko'rsatkich ancha pastroq. Demak, insonlarning yashash darajasi yaxshi bo'lsa, ayollarda tug'ruqdan keyingi depressiyani ko'rsatkichi ham pastroq bo'ladi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki ayollarni pul tomondan enaga oladi. To есть qaysidir vazifalarni sotib bo'ladi. To'g'ri. Servislarni masalan enaga, uy yordamchisi yokida ovqat zakaz qilsa bo'ladi. Kir yuvish mashinasi bu ham ishni yengillashtiradi-da. Shunaqa narsalar, demak, sotsialniy bizani o'sha ijtimoiy pozitsiyamizda ayol kishini o'sha dekretdagi holati bilan juda ham holatni yengillashtiradi. Pul bor bo'lsa, ayol kishiga ham shunchalik osonroq. To'g'ri.
Вот, manda aytganimdek to'g'ri, o'sha homilador paytimda boshqacha tasavvur qilganman. Men uchun uyda o'tirish bu juda ham bir meni har doim ishlagan ayollar tushunadi-da. Men butun hayotim juda ham aktivniy bo'lganman. Men ham ishlardim. Turmushga chiqqan paytim magistraturaga kirganman. Kunduz kuni ishlardim 9 dan 6 gacha, 6:30 dan kechqurun 10 gacha magistraturada o'qirdim. Darslarimiz kechqurun bo'lardi. Kun bo'yi ko'chadaman. Men uyda o'tirishni umuman o'rganmagan insonman-da. Men uchun bu juda ham katta stress bo'lgan, ayniqsa birinchi 40 kun qishda tug'ganman, dekabr oyida. Qahraton qish, sovuq, bola bilan ko'chaga ham chiqib bo'lmaydi, so'pa gullar chiqib. Вот, o'shanga uyda o'tirib qolganimda, bundoq keyin oynaga qarayirdim-da, men ko'pincha oynaga qarayirdim, qomatimga qarayirdim. Nimagadir mana shu qonim tug'gandan keyin o'z-o'zi yo'q bo'lib qoladi deb o'ylagan ekanman. Endi ko'ramiz-ku, biz Instagramda chiroyli qizlarni, xuddi Barbidek chiqishadi-da, bir kukla bo'lib. Men ham nimagadir shunaqa bo'lib chiqaman deb o'yladim. Yo'q, kiyimlarimga sig'mas edim. Kiyimimni bundoq kiysam, shimim tizzamdan tepaga chiqmas edi-da. O'sha oynaga qarab yig'laverardim. Bu davrda turmush o'rtog'i juda ham katta roli bor-da, podдержка. Qo'llab-quvvatlasa ayol kishini, shuncha bu davr osonroq o'tadi. Turmush o'rtog'ining roli juda ham katta deb bilaman. O'sha ona, qaynona, qaynotadan ham ko'ra eng katta rolni turmush o'rtog'i o'ynaydi. Chunki turmush o'rtog'ingiz bir ikkita shirin gap aytsa ham, siz o'zingiz ancha kelib qoladi o'zingizga. Вот, men ko'p shu yig'lardim, esimda turmush o'rtog'imga voy, nimaga men tug'dim derdim. Hozir yana karyera qilsam bo'lardi-ku. Chunki o'rtoqlarimga qarayirdim-da, aytganingizdek, men sotsial hayotdan tushib qolganman. Ko'pincha aytardim, karyera qilsam bo'lardi-ku, karyeramni pikaga keldim, mana tengdoshlarim zo'r karyera qilyapti, men qolib ketyapman deb ko'p tushkunlikka tushardim. Lekin vaqt hammasiga davo. Vaqt o'tgan sari ko'nikadimi ayol kishi, bilmadim bu narsaga. Qabul qilsa kerak. Qabul qiladimi, bola bilan ovora bo'ladimi? Qabul qilar ekan shu narsani. Shu. Keyin bilasizmi, ayollar nimaga dekretda yig'laydi? Dekretdan nima depressiyaga uchadi? Ko'pincha bu birinchi farzand bo'lsa, menda bola yig'lardi-da, mana farzandim. Yangi chaqaloq hali, men bilolmayman nimaga yig'layapti. Biroz qonni to'q ovqat berdim-da, ovqat berdim, uxladi. Tushunolmas edim nimaga yig'layapman. Tinchlantirmoqchi bo'laman, tinchlanmas edi. Shuni tushunmagandan ham, bolaga yordam bera olmagandan ham ayol kishi depressiyaga tushadi. Nimaga bunaqa bo'lyapti deb. Juda ham qiyin. Keyin bola katta bo'lgan sari tishi og'riydi, tish chiqishi bor. Boshida qonni og'riydi, qonidan bo'ladi, o'sha gaziki deymiz. Gaziki kechasi o'shanga baqiradi, shu har xil anaqasi ko'p-da o'zini. Men to'g'ri o'ylar ekanman-da, o'zi men sizni eshityapman. Xuddi shunaqa tashvishlanib o'ylayman-da, bir bolani katta qilish, ehtiyotlab katta qilish va uni jamiyatga qo'shish, bu bilmadim, dunyodagi eng og'ir, katta va bir umrlik ish bo'lsa kerak deyman. Shuning aytaman, doim farzandni rejalashtirish kerak va men har doim shu moliyaviy tomonini inobatga olaman-da. Men masalan, yosh qizlarda ham ona bo'lganini ko'raman, siqilgan, xafa. Menga tashqaridan hayot yaxshi ko'rinadi. Men bilmayman ichkarida nimalar bo'lyapti, lekin o'shanda har safar o'ylayman, odamda pul bo'lishi kerak deyman. Masalan, bo'ldi, men dam olmoqchiman deb bolani tashlab ketadigan odaming va uyingni yig'ishtiradigan, ovqatingni qiladigan, mana eng bazaviy ishlarni qiladigan kimdir bo'lsa, juda ham katta yordam o'sha ayol kishiga. Hech bo'lmasa shu haqida o'ylamaydi u. Hech bo'lmasa mana shu moliyaviy tomonni qilib olish kerak. To'g'ri. Shunaqa o'ylayman-da, va o'zim tasdiqlayman gapimni. Ko'p ayollarda moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'ladi dekret paytida, chunki u ishlamaydi. Bilasizmi nimaga yana shunaqa bo'ladi? Ko'p qizlar bizda O'zbekistonda baribir universitet paytidan уже qizlarga sovchilik keladi, oxirgi kursda ko'p qizlar erga tegadi. Men ham o'zim institutni bitirib erga teganman, bakalavri. Endi shu meni ko'p dugonalarim ham bitirib o'sha oxirgi kursda tegan va qanaqa bo'ladi situatsiyada, mana O'zbekistonda o'rta xollosi oxirgi kursda, shu 3-4-kursda erga tegsa qizlar ishga chiqmay, shu institutni bitirib
homilador bo'ldi, dekretda qolib ketadi. То есть u kasb egasi emas. U biron bir ishga chiqmagan, u yangi ishga chiqishi ham qiyin. Ishga chiqmoqchi bo'lsa dekretdan keyin ish beruvchi nima deydi? Sen ishlamagansan deydi. Tajriba yo'q senda deydi. Shuning uchun bu tomonlama ham qizlarga ishga kirish qiyin. Men dekretga shu chiqmoqchi bo'lgan qizlarga aytardim, avval bitta kasb egasi bo'lishsin, biron bir ishga kirishsin, o'sha joyda puxta o'rnashib olsin-da. Chunki 2 yil dekretda o'tira oladi-ku, keyin qaytib kela oladi o'sha ish joyiga. Shunaqa bo'lsa, u depressiya ham menimcha kamayadi. Chunki siz miyangizda o'sha turadi-da, men hozir bolaga qarayman, tam 1 yil, 2 yil, keyin meni boradigan joyim bor ishga. Men yengildan ish qidirmayman deysiz. Chunki yengildan ish qidirish bu уже stress. Ko'p ish beruvchilardan отказ eshitish, rad javobini eshitish. Voy, sizni bolangiz bor, bolangiz kichkina ekan, oilalisiz. Bu narsa juda ham ko'p. Ayollar duch keladi. Shu sababli qizlar bir kasb egasi yoki ish joyi bo'lsa, menimcha bu ancha yengilroq o'tadi dekret. Chunki siz o'sha xayolingizda bo'ladi, men yaqinda ishga chiqaman, boradigan joyim bor. Keyin u dekretni pul oladi ayollar. Ishdan agar chiqsa. Ha, ishdan chiqsa, men o'zi umuman davlat bola pul beradimi, yo'qmi? Beradi agar ishlagan bo'lsangiz, o'zini endi men ham bunaqa qonunlarni yaxshi bilmayman, lekin shu bitta joyda 6 oydan ko'p ishlagan bo'lsangiz, davlat tashkilotlari ayniqsa ular sizga 4 oylik dekret pulini to'lab beradi va undan keyin bolaga qarash bo'yicha как пособие. Endi u kichkina summa, 700 mingmi shunaqa qaror olasiz. U menimcha bir marta beriladigan summa. Yo'q, bir marta siz o'sha 4 oylik oyligingizni olasiz. 4 oy оплачиваемый periodda to'lab beriladigan period 160 kun, shu 4 oy bo'lyapti. Undan keyin agar ishga chiqmasangiz, davlat tomonidan o'sha ish tomonidan har oy 700 mi qanchadandir beriladi. Endi bu kichkina summa-da baribir 700 qanchadir bo'lsa ham bolaga qarash. Lekin Yevropa davlatlari, chet elda ularda dekret so'zi, dekret yo'q ularda. Ular sразу ishga chiqadi. Ko'pincha shu Amerikada, Yevropada ularda dekret shu 4 oy. Undan keyin ular ishga chiqadi. Chunki bog'chalar ham ularda shunga moslashgan. Bizda davlat bog'chalari adashmasam 3 yoshdan olishadi. Yozdirishingiz kerak bo'ladi. Menga ham roddomda taklif qilishgan, bolangizni yozdiraylikmi deb. Endi tug'dim-ku deganman. Hozirdan очередьga tursangiz 3 yildan keyin galila keladi. Shu sababli ham bizda davlat bog'chalari ixtisoslashmaganda shu narsaga. Приспособиться qilishmagan, afsuski. Hozir menimcha shu savol sizga bersam to'g'ri bo'ladi deb o'yladim. Siz onasiz-da, karyera qildingiz, oila qurdingiz, kelinsiz, rafiqasiz, onasiz, endi bitta pozitsiyani ona status. Va qaysi biri yoqimliroq ekan, bir qaysi hissiyot? Masalan, shunday holat bo'ladi, siz charchaysiz-da, rafiqa bo'lishdan ham. Bu yaxshi ma'noda, men bunaqa yomon stressli holat haqida gapirmayman. Ona bo'lishdan ham, prosta siz odamsiz, siz charchaysiz. Va qaysidir payt qulog'ingiz eshitmaydi-da. Voy, sen zo'r onasan, sen zo'r rafiqasan, sen zo'r kelinsan degan gap eshitmaydi. Shu, ya'ni oiladagi shu statuschalardan charchaysiz-da. Yo'q, men jamiyatga kerakli odam bo'lgim kelyapti. Ishda, karyerada zo'r bo'lgim kelyapti. Menga karyeradagi maqtovlar kerak. Degan hissiyot o'tdimi hech? Chunki men nima uchun bu savol beryapman? Meni zo'r ovqat pishirar ekansan, va sen zo'r rafiqa ekansan, zo'r kelin ekansan deyishganda ham, unaqa deyishmaydi, deyishganda ham quloqim eshitmaydi hech qachon. Ya'ni bu emas meni rag'batlantiradigan narsa. Lekin meni ishimda Sarinoz, men bugungi podkasting zo'r chiqibdi. Men shunaqa ko'p infolar oldim va zo'r qilibsan desa, bu bilasiz, men hozir oylik olgandek hissiyot beradi. Chunki mana shu jamiyatdagi statusim hamma statusimdan muhimroqdek ko'rinadi. Endi bilmadim ona bo'lganda bu qanday bo'ladi, lekin siz endi hamma statusingizda borligi uchun aytayapman, rol. Men dekretda o'tirib shuni tushundim. Men nafaqat uy bekasi, ona bo'lmoqchiman, lekin men bundan tashqari men jamiyatga foydali inson bo'lmoqchiman. O'zimni foydamni keltirmoqchiman. Bu juda ham muhimda. Ayol kishi shu uyda qolib ketaverar ekanda, o'tirsa, shu uy yumushlari bilan. Bu bilasizmi, unda как замкнутый круг.
unda ovqat qilasiz, uy yig'ishtirasiz, bolaga qaraysiz. Sug'ur kuni deymanmi? Sug'ur kuni ayol, uyda o'tiradigan ayolning kuni bu sug'ur kuni. Bolaga qaraysiz, bolani uxlatasiz, yana ovqat qilasiz, yana ichda voyvasiz. Shunaqa tugamas bu krug, aylanma. Sug'ur kuni aytganingizdek. Shuning uchun men juda ham xohlardim yana tezroq ishimga qaytib karyerani davom ettirish. Men ona bo'lgandan keyin bitta narsani tushundim. Bolali, oilali ayolga karyera qilish bolasiz yosh qizga nisbatan ikki xil narsa ekan. Mana men o'zimni turmushgacha bo'lgan holatimni va hozirgi ona rolida o'zimni tasavvur qilsam, hozir men qayta ishga chiqishim uchun men nimalar qilishim kerak, ertalabdan shu bolamni narsalarini tayyorlab ketishim kerak, даже biroq qarasa ham kelib ovqat qilishim kerak. Undan tashqari turmush o'rtog'im bor, ularga ham e'tibor berish kerak-da. Даже men qo'shimcha o'sha ishlarni qiladigan odam bo'lsa ham, sotib olsam o'sha xizmatni ham baribir bolali ayolni karyera qilishi ancha qiyin masala ekan. Chunki bitta bolani tug'dingiz, jamiyatda shu jamiyatdagi insonlarda yaqinda savol paydo bo'ladi. Ikkinchisini qachon tug'asiz degan. Shunaqa bu juda ham qiyin ekan jamiyatda o'zini o'rnini topish bolali ayolga va karyerani davom ettirish. Shu karyerani davom ettirishga ham kuch topish kerak ekanda. Kuch topish ham bu bir jasorat. Shu ishga chiqmoqchiman mana men hozir. Bolam уже 11 oy. Shu 1 oydan beri shuni o'ylab yuribman. Va o'ylayapman, shu ko'zingiz ham qiymas ekanda bir tomondan. Bir shu qarab turaman deb, men siz qanaqa o'tiradi deyman. Sog'inadi-ku deyman. Ayniqsa shirin payti bo'ladi. Ularni shu 1 yoshga yaqin juda shirin payti bo'ladi. Unda miltillab qarab turadi, erib ketasiz. Shu o'ylayman bir tomondan qanaqa men buni tashlab ketaman, keyin yo'dan o'ylayman, yo'q, men ishga chiqishim kerak, men karyeramni davom ettirishim kerak, men hayotda nimagadir erishishim kerak deb. Masalan, siz shu jamiyatda o'sgan o'zbek qizi sifatida farzandingizni qanday tarbiya qilmoqchisiz yoki baribir endi tarbiya ona qornidan deydi-ku, nimalarni o'rgatyapsiz? Eng muhim qanday xislatlar bo'lishini xohlaysiz farzandingizda? Bizada endi milliy shu urf-odatlarga, faqat shu urf-odatlarga, an'analarga bog'lanib tarbiyalanmayman, lekin men shu elementlar bo'lish kerak deb o'ylayman bola tarbiyasida. Nimaga? Bizada o'zbekchilikda kattalarga hurmat degan narsa bor-da, bunga katta urg'u berishadi. Va men buni qilish yomon deb o'ylamayman. Bu to'g'ri narsa. Kattalarga hurmat bo'lsa, bolada ota-onaga ham hurmat bo'ladi. Lekin milliyligimizdan men faqat shu o'zbek an'analarimizdan faqat yaxshi tomonini bolam olsin deyman. Masalan, bizada o'zbeklarda erkak kishi baribir uy ishlarini qilish kerak emas deb hisoblanadi bunaqa. Endi baribir faqat ayol kishining zimmasida-ku bu narsa. Eskitdan shunaqa qo'yilgan. Shu ayol kishi faqat uy yumushlarini qilish kerak, erkak kishining bo'ynida emas. Men bolamni shunga o'rgatmoqchiman, samostoятельный bo'lsin, mustaqil. O'zini ishlarini o'zi qila olsin kelajakda, o'ziga o'zi ovqat qilishni o'rgansin va milliy an'analardan, shu milliy odatlardan ham faqat yaxshi tomonni olish kerak deb o'ylayman. Yomon narsa qolib ketaversin o'tmishda. Biza shu yangi zamon onalari faqat yaxshi narsani olaylik. Uni bolam hali kichkina aytganimdek 11 oy, uni hali tarbiyalashga ulgurmadim. Hali uncha gap tushmaydi, lekin men shu mavzuni ham o'rgandim. Montessori metodi bo'yicha tarbiyalashni xohlardim. Bu qanaqa metod? Bu bolani mustaqil qilib tarbiyalash metodi. Masalan, hammada uyda kiraverishda koridorda shkop bo'ladi. Tepa kiyimingizni osib qo'yasiz, kurtkalarni. Ilga bo'ladi yoki shkop. Bolani bo'yi yetmaydi u narsani, kiyimini olishga. To есть bola ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, sizdan iltimos qiladi, "Oyoq bering" deydi. Siz bolani o'sha ilgachasini bo'yi yetadigan darajada qilib qo'yishingiz kerak. O'zi kiyimini olib, o'zi kiyinishni o'rganish kerak. Bu bir misol. Yokida oshxonada masalan idish tovoqlarini unga mos
balandlikka qo'yish. Shkop ichkarilarida emas, bolani qo'li yetmaydigan joylarda. Shu pastda o'ziga alohida polka qilib, o'zi kerakli narsasini ola olsin. Demak, bu tarbiyalash metodini g'oyasi shundaki, bolani mustaqil qilib tarbiyalash. Zo'r lifehack. Unga bu tarbiyalashda sharoit yaratib berish kerak. U mustaqil bo'lish uchun. Вот o'yinchoqlarini ham bo'yi yetmaydigan uzoq shkoplarga qo'yib qo'yish emas, shu ochiq polkalarda bo'yi yetadigan darajada qo'yib qo'yish kerak. Mana hali u metodda tarbiyalab ko'rmadim. Lekin sal уже yurishni boshlasa, shunaqa qilmoqchiman hamma narsani. Доступности должно быть всё. Shunaqa. Mana eng ko'p qanaqa yordamlar kerak bo'ladi sizga-da mana hozirgi paytda ona sifatida? Shu mavzuni yaqinda o'ylab yurdim, oyimlarga aytib oyi, biz paytimizda tagliklar bo'larmidi deb. Подгузники, tagliklar. Oyim aytdilar, yo'q, bo'lardi, tam mehmonga chiqsak faqat ishlatardik, endi chiqqan payti. O'sha lattalar yuvib ishlatardik deydilar. Men hozirda olib qarasam, biz onalarga ancha yengil bo'lib qopti. Ko'p narsani sotib olsa bo'ladi tayyor. Ko'chaga chiqsak, tayyor ovqatlar bor, детское питание. Banочkalarda har xil. Qulay juda ham demoqchiman-da. O'sha aytganingizdek, для sterilizatsiya, o'sha idishlar, butilkalarni yuvishga hayot ancha yengillashdi. Uy maishiy texnikasi ham yengillari chiqib ketganda har xil. Masalan, robot pылесос. Siz o'zingiz unaqasiga yuvib qilmaysiz. Mana xo'jayinim rosa yaxshi ko'radi, yangi navorotchini qanaqadir texnika chiqsa, uyga har doim olib keladilar va ishing yengillashadi deb. O'sha masalan robot pылесос o'zi уборка qilib yuraveradi-da. Siz ishingizni qilaverasiz, u o'zi qilib yuraveradi. Shu tomonlama hozir biz onalarga ancha yengil deb o'ylayman. Kirivadigan mashina masalan, o'sha qo'lda yuvish kerak emas, tog'oraga suv qilib, chayib, knopkani bosamiz bo'ldi. O'zi yuvadi mashina. Bu ham bir qulaylik. 30-20 yil oldin onalarimizda bunaqa sharoit bo'lmagan, afsuski. Lekin shunday sharoit, zo'r bu sharoitlar bo'lishi, texnikalar bormi, foydalanish kerak deyman men doim. Lekin shunga yarasha bizda boshqa muammolar paydo bo'ladi. Ruhiyat bilan bog'liq muammolar ortadi. Masalan, qancha hayotingiz men o'ylayman oldingilarda masalan men so'rayman-da, depressiyaga tushganmisiz, masalan, tug'ruqdan keyin nimalar his qilgansiz deb so'rab turaman, ular esla olmaydi yoki yo'q, normal edi hammasi degan javob bo'ladi. Lekin hech kim o'sha hissiyotlari haqida gapirmaydi-da. Men shuni ko'raman, masalan, oldin vaqt bo'lmagan, qanaqa ma'noda, ya'ni o'tirib o'zi haqida o'ylashga, men o'zi nimani xohlayman, menga yoqyaptimi, masalan, erim menga yoqyaptimi o'zi. Oddiy narsalar haqida o'ylashga vaqt bo'lmagan, chunki mana o'sha bolaga qarash juda ham katta ish bo'lganda. Hozir ham shunaqa, lekin hozir boshqa tomonlari bor-da. Kirini yuvish kerak, tinimsiz harakatda bo'lgan ayollar. Va bu haqda vaqti bo'lmagani uchun ham bugungi kunda deyman, shu men bu ruhiyat bilan bog'liq juda ko'p muammolarimiz yuzaga kelgan. Deb o'ylayman, endi bilmadim. Men ham shu mavzuni bilasizmi o'ylaganman. Oyim aytadilar, bizning vaqtimiz bo'lmas edi deydilar-da. Depressiya. Bu bo'ladi ham. Chunki bunga sabablar ko'p. Nimaga? Hozirgi ayollarda ko'proq ayollar duch keladi tug'ruqdan keyingi depressiyaga. Chunki bu muammo bilan birga bir qoladi. Oldin katta oilalarda turgan hamma. Qaynona, qaynota, ovsin, qaynisingil, katta oilalarda oddiy hol bo'lganda, o'zbek oilalari katta bo'lgan. Hamma birga turgan. Hozirgi kunda esa yoshlar ko'pincha alohida turadi va ayol kishi bu hamma muammolar bilan birga bir qoladi. O'sha aytganingizdek, balkim bu ham sababdir. Ko'p vaqtda o'sha band bo'lmaydi. Shu sabablimi? Men o'ylayman, shu biz ayollar shu birga bir qolamiz, shu muammo bilan shu tufayli ham ko'pincha depressiyaga tushadi yosh onalar va bilasizmi, oldin shu katta oilada turganda yordam ham ko'proq bo'lganda, bilmaganini so'ragan, bolasiga qarab turadigan odam bilan. Da, mana masalan, oldin
hozir yangi kasblar paydo bo'lgan. Masalan, konsultant по прикорму, konsultant по грудному вскармливанию, o'sha bolani ovqatlanishi bo'yicha konsultant, uyqu bo'yicha konsultantlar bor ekan bizda, bolani uyqusi bo'yicha. Keyin o'sha emizish bo'yicha, to'g'ri emizish bo'yicha konsultantlar. Ko'p yosh kattalar aytadi, biza paytimizda bo'lmagan, biz qilganmiz-ku bu hamma narsani deb. Chunki oilada relevaya model bo'lganda boshqa shunga qarab maslahat so'rashganmi, nima qanaqa to'g'ri etsa bo'ladi. Kattalar bo'lgan, qaynana, qaynota ovsin, ular oldin shu narsani o'zidan o'tkazgan va maslahat bera olardi yoshlarga. Hozir ko'plar shu alohida turadi, o'zi shu birga bir muammo bilan qolgani uchun konsultantlarga murojaat qiladi ko'proq. Va men buni to'g'ri deb o'ylayman. Shunaqa kasblar paydo bo'layotgani bu yaxshi. Yosh onalarga hayotni yengillashtiradi. Relsiz haqida gapirmoqchiman. Juda ham balansli ovqat tashkil qilgansiz va siz o'qidingizmi biror joyda yoki konsultatsiya olganmisiz? Sizda qanday bo'ldi o'sha jarayon? Qanday tashkillashtirdingiz? Men to'g'risini aytsam, bu Reels bunaqa ko'p prosmotr yig'adi deb o'ylamagan edim, chunki u yerda men shunchaki bolamni bir kunlik ratsionini ko'rsatganman, 8 oylik bolamni. Buni men ham o'zi bilmas edim qanaqa, nima qilish kerak. Menga buni pediatrim o'rgatganlar. Juda ham yaxshi pediatr, Jasur Pulatovich. Ular menga shu konsultatsiyada birma-bir tushuntirganlar, nima qilish kerak. Ular aytganlar, bolaga qanaqa boshlasangiz deganlar ovqat berishni, shunaqa qilib ketadi. Shirin narsa berib qo'ysangiz, endi hech qachon yemagan-ku bola ovqatni. Shirin narsa keyin требовать qiladi. Nimadan boshlasangiz, prikormi qo'shimcha ovqatni u yog'iga ham shunaqa ketadi. Ko'p onalar hatto banan beradi, pechenye beradi. Bu ovqat emas-ku. Bolaga birinchi bo'lib shu sabzavotlarni o'zi internetda ham o'qisa bo'ladi bu narsani. Hamma narsa bor hozir. Keyin albatta bolaga go'sht berish kerak. Go'sht bu oqsil. Oqsilsiz bo'lmaydi baribir. Albatta bola go'sht yeyish kerak. Men unga 3 xil go'sht beraman. Bu quyon go'shtini alohida, indeyka, ko'rsagan bo'lsangiz Reelsim bor edi, onalarga qilishni o'rgatganman. Nima qanaqa zagotovkalar qilsa bo'ladi. Shu qo'y go'shti, mol go'shti, quyon go'shtining hammasini galma-galdan beraman. Indeyka juda foydali. Shu to'g'ri ovqatlanish odatlarini bolaga kichkinaligidan o'rgatsa, kelajakda ham shunaqa ovqatlanadi. Bu allergiyalarni ham oldini oladi, kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan mahsulotlar bor-da. 1 yoshgacha ularni ham adashib berib qo'yish kerak emas. Asal masalan, asal mumkin emas. Men mevani uncha bermayman. Mevani chunki shirin narsaga o'rganmasin deyman. Men hozirdan endi berishni boshladim. Oldin ham berardim, endi yeb ko'rsin degan ma'noda. Lekin birinchi qo'shimcha ovqatni shu brokolidan boshlaganman, keyin kabachok, hammasini birma-bir kiritgan edim ratsionga. Keyin men tayyor ovqat tarafdori emasman. Tayyor banchkalarda sotishadi-ku. Uni sostavini o'qisangiz-chi, bilasizmi? Masalan, tayyor indeyka sotishadi banchkalarda, korzinka o'sha supermarketlarda. Sostavini o'qisangiz, oqsil miqdori shunchalik kam, u qanaqasida ichida go'sht bo'ladi uni. Oqsili shunchalik kam, u даже 100 gram go'sht miqdoridagi oqsildan ham ancha past-da. Demak, uni ichida dabavkalari, har xil qo'shimchalari ko'p. Shuning uchun erinmasdan shu tayyor ovqatni sotib olmasdan uyda qilgani yaxshi. Yokida то есть banочный emas, o'sha polfabrikat sotib olish kerak. Yarim tayyor, lekin uni go'shtligini bilasiz. Вот. Keyin men kashani ko'p yoshada qanaqa qilasiz? Men kashani tayyor paketikligini bermaslikni harakat qilaman. Uni ham menga pediatrim aytganlar. Chunki uni sostavida baribir усилители вкуса bo'ladi. Kimyoviy har xil vositalar, o'sha shakar bo'ladi ko'pincha. Qanaqa bo'tqani berish kerak o'zi. Uni ko'p nutritsiologlar ham aytadi. Kattalarnikini berish kerak. Men masalan 7 zlakov, har xil o'sha zlaki, как будет на узбекском? Men o'zi qaysi kashani aytayotganingizni bilmayman. Yo'q, zlaki tam aytaniq degani 7 zlaki bug'doylar, har xil bug'doylar. Bug'doy bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Anaqa
soli yormasi deydi, shunaqa narsalarmi? Yo'q, har xil bug'doylar bo'ladi. Bug'doy, grechka, Ovsyankalarmi? ovsyanka o'shalar qanaqa bo'ladi? Shunaqa yo'q-e. Voy, bilmas ekanman, to'g'risi. Shu o'zbek tilida gapiramiz, nomamnaqa joyda kelganda odam sal qiynalib qoladi. Shu kattalarni kashasini bering deganlar. Bu degani masalan grechka, guruch, ovsyankani blenderdan o'tkazib, kukунga keltirib, suvda va sutda aralashtirib, pishirib, sariyog' albatta qo'shaman, beraman. Bu mana sog'lom kasha. То есть foydali kasha. To'g'ri, u paketlikni ham beraman. Unaqa 100% bera olmayman deyman, chunki u bola yig'layotganda tez tayyor bo'ladi, kipitok solasiz pishadi. Bolani baqirib turganda, ovqat yegisi kelganda, ayniqsa uyqudan turganda unaqani ham go'da berishga majburman, lekin men ko'proq shu foydali ovqat tarafdoriman. Dekretdagi ayol nimani orzu qiladi? Bitta reels esimga keldi. Koinotda qo'ng'izcha o'tirib ovqatlanadi-ku, ko'rganmisiz shu reelsni? Va yozilgandi, ba'zan ona nimani xohlaydi desa, o'sha yolg'iz qolib tinch ovqatlanishni xohlaydi. Men nimani orzu qilaman? Men shu 1 yildan beri kechasi bilan uxlashni orzu qilaman. Bilasizmi, hamma bola har xilda. Ba'zi bolalar 6 oydan kechasi bilan uxlaydi, turmasdan. Ba'zi bolalar 3-4 marta turadi kechasi. Juda ham individual narsa-da bu. Bolaga bog'liq. Endi hamma tabiati har xil, to'g'rimi? O'sha temperament. Mani bolam kechasi turadi. 2-3 marta turadi, go'da 1 marta. Kechasi turmasdan hali uxlamadik 11 oy davomida. 11 oy davomida. 11 oyda hali unaqa bo'lmadi 1 marta ham. Kechasi bilan uxlagan. Men shuni orzu qilaman, kechasi bilan bitta uxlab olay deb. Bu normami? Ya'ni bolani kechqurun uyg'onishi bezovta bo'lib? Yo'q, u bezovta bo'lmaydi. Men bu mavzuni o'qiganimda, doktorma metodilar o'zi bolaga o'sha ovqat yegan turadi, ko'pincha bola. Ovqat o'sha 6 oydan keyin shart emas bolaga. Instinkt bo'lib qolganda, shu kechasi so'rish. Men даже ko'krikdan chiqarganimda bo'ldi, bolam uxlaydi deb o'yladim. Yo'q, unda o'shani so'rish baribir qoldi, men chiqara olmadim bu narsadan. Keyin undan chiqarsangiz ham bolani tish chiqishi bor. Kechasi shu bilan bezovta bo'lib turadi. Nyuanslar ko'p xullas. Mana bu gap rostmi? Bola 6 oylik bo'lganda onasini tanishib boshlaganda onasini sochi to'kiladi degan gap. Rostmi? Ko'p eshitganman. Bu narsa 6 oyda bola tanishi bilan emas, bu gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Tug'ruqdan keyin 3 oydan keyin ayol kishini aktivni soch to'kilishni boshlaydi. Lekin bu degani ayol kishi kal bo'ladi degani emas. O'rniga yangi sochlar paydo bo'ladi. Baby hair deymiz, unaqa kalta-kalta sochlar. Menda ham chiqqan mana. Bu organizm shu o'zgarishlar bilan bog'liq. Aksariyat ko'p ayollarda bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar. Eskidan shunaqa gaplar aytishadi-yu. Masalan 40 kun chiqmaslik kerak, hech qayerga chilla saqlash kerak, lekin hozir menimcha ko'pchilik bu narsani qilmasa kerak deb o'ylayman. Chunki tug'ildimi onalar internetda va ko'chada-da, men ko'raman, reelslar qo'yishadi yoki storieslar qo'yishadi. Masalan, mana shunday podkastlarni yoki mana siz reels qilasiz-ku, bolangizni qanaqa ovqatlantirayotganingiz, bu juda ham zo'r narsa-da, ya'ni bu ma'lumot qaysidir ma'noda. Masalan, hech narsani uyda o'tirgan dekretdagi ayolmi yoki bilmadim, endi homiladorlikka tayyorlanayotgan homilador ayol ko'rsa ham, men aniq bilaman, albatta buni yozinglar. Sizdan ham, mana shu reelslaringizdan ham yaxshi ma'lumotlar olishadi-da. Men o'zi shunaqa o'qigan onalarni juda ham yaxshi ko'raman, chunki kurslarda o'qishadi bolasi uchun, qanaqadir ular bola uchun yangi darajaga ko'tarilishadi va buni bo'lishi faqat plyus deyman. To'g'ri. Bilsangiz, o'sha onalik bu statusda. Siz shuni his qildingizmi? Bu statusni his qildingizmi? Ani korona keldi. Yo'q, bilmadim, hech o'ylamagan ekanman. Shu bola bilan ovora bo'lib shekilli deyman. Lekin unda yelkangizdan bir tog' ag'darilgandek bo'ladi-da, xuddi. Bir vazifani ham bir qildim degandek bolalik bo'ldim. Lekin hech unaqa o'ylamagan ekanman. Aytgandek bola bilan ovora bo'lib ahamiyat bermagan ekanman bu narsaga.
Bilasizmi, men hozir qaysi mavzuga qaytmoqchi edim? 40 kunlik chilla. Shu aytdingiz-ku, hozirgi onalar ko'chaga chiqadi ko'plar, 40 kun chillani уже. Ko'p ayollar shu 40 kun chilla uyda o'tirishmaydi, ko'chaga chiqishadi. Hozir ko'p bo'ladi yosh onalarda. Bu narsa bilasizmi, men oldin mana tug'ishimdan oldin uyda o'tirmayman dedim-da 40 kun chillada. Keyin men tushundim nimaga uyda o'tirish kerak. Men 40 kun uyda chillada o'tirmaganman, orada bir ikki marta chiqaman, men vastamdan uyda bo'lganman. Nimaga uyda o'tirish kerak? Va uyga odam kiritish kerak emas. Bu bolani saqlash maqsadida, bolani immuniteti hali unaqa rivojlanmagan, kasallardan saqlash maqsadida, bolani asrab avaylash maqsadida, u qanaqadir bir diniy yoki-da eski odatlarga tayanib emas, shu bolani saqlash maqsadida men o'ylayman, birinchi shu bir necha hafta hatto uyda o'tirish kerak. Chunki baribir ko'chada virus ko'p. Men o'zim qishda tug'ganman deb qo'rqaman, shu kasal qilib qo'ymay bolamni uydan virus kirmasin deb. Baribir uyda qaysidir muddat bola kichkinaligida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizda mana bunaqa tajriba bo'ldimi? Masalan, bizda bolani qalin kiyintirib qo'yishadi-ku. Uyda ham nas keladi. Masalan, men o'ylayman, bola tug'ildimi, uni qaysi ob-havoga qo'ysangiz, o'sha ob-havoda bola shakllanib ketadi deyman. Chunki u hali endi tug'ildi, u bilmaydi. Tabiatda masalan qishda tug'ilganda ham bolani ko'chaga olib chiqish, sovuq bo'lsa ham, yomg'ir, qor yog'sa ham bolani olib chiqish bu qaysidir ma'noda bolada immunitet shakllantirmaydimi? Pediatrlar nima deydi? Qidirish deyshadi. Buni gapingizga men juda ham qo'shilaman. Men qishda tug'ganman, o'sha birinchi qor yog'uvdi. Men tug'ganimda qahraton qish, eng sovuq kunlarda tug'dim. Ko'chaga olib chiqardik, даже o'sha kunlarda bolachi hatto nafas olsin deb hovlida turamiz. Hovlida hatto 15 daqiqa bunda qalin kiyintirib olib chiqardik. Bu juda ham muhim narsa. Keyin ko'plar bolani qo'liga tarabga kiydirib qo'yadi. Boshida beshikka yotqizadi yoki-da o'sha eski odatlardan yana nima bor? O'rab qo'yish bolani. Qo'lini, oyoqlarini o'rab qo'yish. Men bu narsalarni qilmaganman. Men bolamni bir marta ham beshikka yotqizmadim. Bir oy yoki o'sha 3 haftacha o'radim. Uxlayotganda keyin qarasam yoqmayapti bolamga. O'ramay qo'ya qoling dedim. O'sha tarabkalarni ham kiymadi. U neyronniy svazi deb bola tarabkalarni kiymasa boshida kerak albatta, o'zini timdalamasligi uchun, lekin sal keyinroq o'zini bola o'rganishga imkoniyat berish kerak. Ko'plar 3-4 oy ham даже o'sha qo'lini bekitib qo'yadi-da bolani. Hatto уже 40 kun chilladan keyin men o'ylayman bu narsalarni yechib, sal bolaga o'z tanasini o'rganishga imkoniyat berish kerak. Xona harorati. Endi agar hammani uyi har xil, masalan, zax uy bo'lsa, endi qalinroq kiyintirish kerak deb o'ylayman. Lekin uyni harorati to'g'ri bo'lsa, ko'p doktorlar 21 gradus 22 deyshadi, xona harorati bo'lish kerak. Shu xona haroratini ushlab, влажнитель ishlash kerak hozir. Ko'p doktorlar quruq havo bo'lmasin deb, очиститель воздуха shu hamma narsani ishlatib xonani to'g'ri haroratda ushlasa bolani qalin kiyintirish kerak emas deb o'ylayman. Men masalan buni tarafdori emasman. Baribir bola ozgina chiniqish kerak. Shunda kelajakda kamroq kasal bo'ladi. Baribir immunitet shakllantirib olish kerak bolada. Yana qanaqa gaplar qoldi? Tug'ruqdan keyingi tiklanish va ozish, yangi tanani qabul qilish. Shu masala ham, shu mavzu ham ko'p ayollarga juda ham qiziq, chunki ko'plar tug'ruqdan keyin ozish juda ham qiyin va yangi tanani qabul qilish. Shu aytganimdek, men nimagadir tug'ruqxonadan chiqsam, shu ozg'in qiz bo'lib yana chiqaman deb o'ylaganman. Men tug'ruqdan oldin 58 kilo bo'lardim, shu plus minus, va rodzalga 80 kilodan ko'p vazn bilan kirganman-da. Hech o'zimni ovqatda tiymaganman, to'g'risini ayta qolay, homilador davrida ko'p vazn yig'ib, shu vazn bilan kirganman va tug'ruqdan keyin yangi tanani qabul qilish bu juda bir qiyin, og'riqli mavzuda ayol kishiga. O'zi ozish qiyin-ku. Ozish qiyin, o'zi tug'magan ayolga ham ozish qiyin yosh paytda. Bu yerda ham hormonal o'zgarishlar bo'ladi-da organizmda. Shu tufayli ham ayol kishi ozishi qiyin bo'ladi. Keyin emizadigan paytida juda ham shirinlikka o'ch bo'ladi ayol kishi. O'zimda ham bo'lgan, shu shirinlik yemasam bo'lmas edi-da. Chidolmas edim. Ertalab shu bo'lsin-u, men shirinlik yeydim. Yangi tanani qabul qilish. Keyin bilasizmi, tug'ruqdan keyin ko'plar srazu yugurishga tutadi, sport zaliga boradi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ayol kishini ichki organlari joyiga turishi kerak.
siz agar опущение organov bo'ladi, ko'plar sport zaliga boradi, yugurish bilan shug'ullanadi, sport bilan press kashach qiladi, qonim ketsin deb. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Organizmga tiklanishga vaqt berish kerak. Tabiiy yo'l bilan ayol kishi tug'gan bo'lsa, bu vaqt kamroq oladi. Agar kesarova bo'lsa, unda albatta ko'proq bu vaqt oladi. O'zi birinchi 40 kun ayol kishiga nimaga beriladi? Bu davrda ayol kishi tiklanishi kerak, ko'proq yotish kerak, yurish ham kerak emas, uy vazifalarini ham qilish kerak emas. Ayol kishining yagona vazifasi bu bolaga qarash va maksimalni ko'p yotish kerak. Shu mavzuni men o'rgangan edimda, ko'p o'qigan edim tug'gandan keyin, tug'ishdan oldin maksimalni qancha ko'p yotsangiz, shu gorizontal положенияda ichki organlaringiz joyiga turishi shuncha osonlashadi, to'g'ri joyiga turadi. Hatto o'zi tug'ganda ham, o'zi tug'ganda ham yotish kerak. 40 kun ayol kishi yotish kerak. Ko'plar aylangan ko'cha chiqib ketadi, noto'g'ri narsa. Maksimalni ko'p yotish kerak, ko'p dam olish kerak, organizm восстановиться qilishi uchun. Bu juda ham muhim narsa. Birinchi 40 kun sport kerak emas. Yurish, hatto bilasizmi, uy ichida ham ko'p yurish kerak emas deyshadi. Shu maksimal yotish kerak. Shunchaki shu gorizontal положениеda yotish kerak. Shu bolaga qaradingiz bo'ldi. Sizni boshqa ishingiz bo'lishi kerak emas. Nimaga yotish kerak ekan? Menga buni больницада ham doktorlar aytgan. Bu logichniroq siz aytayotgan narsa rostdan. Chunki endi organlar bola bosadi-da, organlar pastda turadi. Uni siz yugurib nimjon bo'ladi tug'gandan keyin ayollarning organlari. Nimjon bo'ladi. Uni joyiga turish uchun vaqt kerak. O'sha nimaga gorizontal положение deyapman, u to'g'ri turish kerak organlar. Shu kelajakda ko'p ayollarda 40 dan keyin bilasizmi, o'sha опущение organov ko'p muammolar bo'ladi, shu tufayli deyshadi. Endi men ham doktor emasman, vrach emasman, mutaxassis emasman, lekin men shu narsani o'qiganimda ko'p yotish kerak deb naqilganman 40 kun. Lekin undan keyin ozish uchun eng zo'r sport turi yurish deyshadi. Yurish. Bola bilan qancha ko'p kolyaskada ko'p yursanglar, ko'chada shuncha tez ozisizlar. Men shunday qozganman. O'sha qorinni birdan qorin sekin-sekin yo'q bo'lgan-a? Qorin men dieta qilganman. Agar ozish mavzusiga kelsak, dieta qilganman, intervalni голодание qilganman. Kechqurun narsa yemas edim. Juda qiyin bo'lgan. Hamma hayron qoladi haligacha qanaqa qilib qilgansan. Chunki emizadigan paytingizda juda ham ovqat yegiz keladi-da. Chunki nimaga bilasizmi? Ayol kishini organizmi sut ishlab chiqarish uchun juda ham ko'p energiya sarflaydi. Kuniga 500-600 kilokaloriya boshlanish davrida. Bu juda ham ko'p. Va shuni hisobiga siz appetitingiz kuchayadi, shirinlik yegiz keladi va dieta qilish qiyin. Ko'p ayollar, ba'zilar bilasizmi, hatto homiladorlik paytida emas, tug'gandan keyin semirib ketadi. Chunki appetitini boshqara olmaydi emizgani hisobiga. Вот men intervalni голодание qilganman, to'g'ri ovqatlanishga harakat qilganman va menda yagona sport turi bu yurish bo'lgan. Bolam bilan kolyaskada chiqib yurardim. Yurish o'zi mana kuniga 5-10 kilometr. Просто yugurish emas, yurish rostdan foydali. Yurish rostdan foydali. Yana nima gaplar qolib ketdi. Qiziq tajribangiz rostdan. Menga juda ham hozir ko'p nazariy bilimlar oldim sizdan. Chunki baribir ham aytaman-ku, ssenariy bir xil o'zbek ayollarida. Hech bo'lmasa o'qib ko'rish kerak, shifokor bilan maslahatlashib, lekin tanaga zarar yetkazmaydigan holatlarda, masalan, sog'lom ovqatlanish zararli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Albatta. Yurish foydali, oqsillarga boy, sabzavot, mevalarga boy ovqat yeyish kerak. Keyin bilasizmi, yana nima qo'shmoqchi edim? Ayollar o'zini unutib qo'yadi-da, tug'ruqdan keyin. Kuniga hech bo'lmaganda 1 soat o'zingizlarga ajratinglar derdim. Shu depressiyani yengishda ham yordam beradi. Tug'ruqdan keyingi depressiyani yengishda. Shu 1 soatda ko'pincha biz qanaqa qilamiz ayollar? Bervoramiz bolani, qaynona, qaynota, turmush o'rtog'imizga bu vaqtda ish qilishni boshlaymiz. Bu noto'g'ri. Shu 1 soat o'zimizga sarflashimiz kerak. Cho'milib chiqib, ukladka qilish, soch turmagi yoki-da uxlab olish. Men o'zi to'g'risini aytsam, bola boshida ko'p uxlaydi, bilasizmi? Birinchi tug'ilgan paytida ko'p va vaqt o'tgan sari kunduz uyqusi kamayadi. Men bitta kunduzgi uyquni har doim bola bilan uxlardim, har doim. Bu menga kuch berardi. Chunki men kechasi to'liq uxlay olmas edim-da. Turardim, bu go'da bola yig'laydi, go'da ovqat berish kerak, qiyin. Lekin biz turmush o'rtog'im bilan birga turardik. Men ko'krakdan chiqarganimdan keyin yordam berardi hozirgacha. Chunki
turmush o'rtog'ini yordami juda ham muhim. Juda ham katta rol o'ynaydi. Podkastda boshida aytganimda ham ularni yordamisiz qiyin-da baribir ayol kishini bir o'ziga. Endi har xil ayollar bor, mana hozir har xil ayollar bor. Kimdir turmush o'rtog'i yo'q. Kimdir unda kechasi ishlashi mumkin, to'g'rimi? Har xil vaziyat bor. Lekin agar imkoniyat bor bo'lsa, turmush o'rtoq yordam berishi kerak. Masalan, aytishadi-ku, masalan, birinchi farzanddan keyin qanaqadir munosabatlarda o'zgarish, krizis boshlanadi. Sizda sezdingizmi munosabatlaringizda krizis bo'larkanmi? Chunki men eslolmayman, tadqiqot o'qiganman, lekin shu birinchi farzanddan keyin ajralish ko'payishi haqida bor narsa bu. Shuning uchun bizda aytishadi, ikkinchisini tug'ib, uchinchisini tug'ib. Bilasizmi, bu o'zi aytasiz, ayol kishiga bitta gap kam, ikkita gap ko'p bo'ladi. Chunki bu gormonal o'zgarishlar tufayli gap ortiqcha gap yoqmaydi, jahldor bo'lib qoladi. Endi turmush o'rtog'im bilan bizni munosabatlarimizga kelsak, ko'z tegmasin deyman. Yomon tomonga o'zgardi deya olmayman. Faqat yaxshilangan bo'lishi mumkin. Nimaga? Shu aytganimdek, bu juda ham partnyorga bog'liq-da. Juda bir dono insonlar turmush o'rtog'im. Har doim podдержка qiladi-da. Masalan, o'sha aytganimdek, tushkunlikka tushib ketsam, yur ko'chaga chiqib kelamiz dedilar. Shu bilasizmi, oddiy menga boshida birinchi marta korzinkaga chiqqanimda, yangi yildan oldin. Menga shunaqa katta bayram bo'lgan, men ko'chaga chiqdim, bo'lasiz. Oddiy do'konga chiqib kelish bo'lasiz men uchun bayram bo'lgan. Shunaqa paytlarda turmush o'rtog'im meni juda ham qo'llab-quvvatlaydilar. Yur aylanib kelamiz dedilar. Atga borging kelyapti dedilar. Motivatsiya beradi-da, baribir. O'sha aytganimdek, turmush o'rtoq bir ikkita shirin gap aytsa ham, shu ayol kishiga bu motivatsiya, bir emotsional qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Shuning uchun agar men o'ylayman, ajrimlar bo'ladi, ko'p bo'ladi tug'ruqdan keyin, bu ko'proq partnyorga bog'liqda. Agar erkak kishi qo'llab-quvvatlab, bir ikkita shirin so'z aytsa, bolaga qarab tursa, ayol kishi o'ziga qarab olish uchun ko'plar aytadi-ku, ayolim o'ziga qaramay qo'ydi. Siz sharoit yaratib berasizmi ayolingiz o'ziga qarab yurish uchun? Agar shu ham narsaga sharoit yaratib bersa, men o'ylayman, hayot ham yaxshi bo'ladi, unaqa ajrimlar ham bo'lmaydi, munosabatlar ham faqat yaxshilanadi. Baribir ana shu payt munosabatlar, o'z munosabatlar men uchun 50-50, lekin mana bu tug'ruqdan keyin har qanday vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar ayol kishini qo'llab-quvvatlash juda ham erkak kishiga bog'liq. Va o'zi o'sha payt menimcha eng kerak narsa emotsional qo'llab-quvvatlash, o'zi emotsional podдержка deydi-ku, o'sha narsa juda ham muhim. Endi mendan ko'ra siz yaxshi bilasiz, baribir o'sha aytganingizdek gormonal o'zgarishlar baribir insonni ayol dunyoga keltirdi-da. Bu qanaqa bir katta ish va o'sha payt hamma ayolni qo'llash kerak. Albatta. Nafaqat erkak kishi, bu oila a'zolariga ham bog'liqda. Qaynona, qaynota, ona, masalan, alohida tursa, kimdir oyisi kelib yordamlasha oladi. Qaynona, qaynota bo'lsa ular. Endi masalan, meni birinchi 40 kunimda qaynonam menga ovqat qilib ketardilar har kuni. Bilallar ovqat qila olmayman, boriga menga shu yegim kelgan narsani menga pishirib ketardilar. Bu bilasizmi, bu juda ham katta yordam-da. Hammada ham unaqa emas-da. Mana biz baribir hozir meni misolimda shahardagi ayolni, dekretdagi ayolni holatini ko'ryapmiz. Qishloqdagi, chetga o'sha shaharlardagi ayollarning hayoti qanaqa dekretdagi, ularniki boshqacha. Ular masalan, men hozir tushkunlikka tushsam, zerikdim, uyda deydi, men bolamni olib ko'chaga chiqib aylanib kela olaman-da. Bu kafega kirib, kofe ichib, aylanib, tarqovoy sentrga borib, aylanib kela olaman. Ularda bu narsaga imkoniyat yo'q. Qishloqdagi ayollarda bunaqa moliyaviy tomondan ularda ko'proq. Bunaqa chiqib ketib ko'chada aylanib kelishga imkoniyat yo'q. Baribir ayol shahardagi ayollarga ancha oson. Ular razveyitsiya qila oladi, baribir sal bo'lsa ham. Nisbatan solishtirganda qishloqdagi ayollarda baribir
mas'uliyati ko'p uydagilarni oldida. Ozod qilib qo'ymaydi uydagilar ularda. Va ular hammadan so'rash kerak-da. Da, ruxsat so'rash kerak. Endi bu shaharda ham bor, bu oilalarga bog'liq. Traditsionniy o'zbekona oilalarda hali ham bu narsa bor. Hammadan bittadan ruxsat so'rash kerak. Zamonaviy qarashli turmush o'rtoq bo'lsa, bu narsani hojati yo'q deb o'ylayman. To'g'ri, bu juda bir og'riqli masala. Da. Chunki shunaqa holatlarni reelslarda endi ayollar yozishadi, demakki bor bu holat deyman. Masalan, qaynonasi to'g'risida, turmush o'rtog'i to'g'risida. Ayniqsa men juda ham achinaman, masalan, shunaqa reelslar chiqib qoladi. Qayta dunyoga kelsangiz, turmush o'rtog'ingiz tanlagan bo'larmi desa, 99% ayol yo'q deydi-da. Bu juda ham og'riqli narsa. Siz bir inson bilan hayotingizni o'tkazyapsiz va siz afsusdasiz. 40 yilingizni o'tkazdingiz, tasavvur qiling, siz afsusdasiz. Men yoshligingizni berdingiz u insonga. Men juda ham ko'rsam anaqa shunaqa o'qisam, demakki rostdan bor. Demak, shu ayolning og'rig'i bor haqiqatdan ham va bunga qiyin deyman. Chunki ketishga yo qolish orasida qolishni o'zi bir og'riqli-da. Bilmaysiz siz qaysi biri to'g'riligini. Albatta baxtli bo'linglar hammalaringiz. Va meni oxirgi savolim, o'zbek ayol qizlariga nima degan bo'lardingiz? Men ishonaman, bu podkastni shu ko'p yosh onalar ko'radi. O'zbek ayollarga shu dekretga chiqayotgani homilador. Birinchi o'rinda yosh erga tegmanglar derdim. Bir kasbni egasi bo'lib, bir hunarni kiritib, o'qishni bitirib, keyin turmushga chiqish kerak. Band bo'linglar, deyish, o'zingizlar bilan band bo'linglar. Keyin to'g'ri turmushga chiqqandan keyin o'z qiziqishlaringizni unutmanglar. Ko'pchilik bilasizmi, даже ona bo'lishdan oldin просто turmushga chiqqandan keyin o'sha o'z qiziqishlarini unutib qo'yadi. Faqat oila bilan, turmush o'rtog'i bilan band bo'lib. Bu ham noto'g'ri narsa. Ishlash kerak deb o'ylayman. Bir kasb egasi bo'lish kerak, hunar. Hozir ko'plar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z kichik biznesini ham yuritadi. Bu juda ham zo'r narsa. Uydan turib pul topa oladi onlaynda. Undan tashqari, agar homilador bo'lsangiz, tug'ruq oldindan tayinlaning. Bu tug'ruqni ancha yengil o'tishiga yordam beradi. Keyingi narsa, men o'ylayman, har bir ayolning o'zini puli bo'lishi kerak. Bunda hozir bilasizmi, yo'li ko'p-da. Masalan, onlayn omonat ochish. Sizga har oy pul kelib turadi. Pulingizni ishlatib olmaysiz, pulingiz turadi. Bu juda zo'r instrument-da hozirgi kunda. Va dekretda ham o'zingizni unutmang va albatta ishga qayting. O'zim hali ishga chiqmadim, lekin shuni hozir ketidaman. Albatta ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki har bir insonni jamiyatda o'z bir o'rni bor, bir foyda keltira oladi. Sizga rahmat. Sizga ham kattakon rahmat taklif uchun. Bizani ko'rganlar kommentariy yozinglar. Foydali bo'ldimi podkast? Nimalar o'rgandinglar va o'zlaringizni tajribalaringizni albatta yozinglar. Kattakon rahmat taklif uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Tanishganimdan avvalambor xursand bo'ldim va taklif uchun alohida rahmat. Sizga ham farzand kichkina bolangizni qo'yib, kelib va ajratganingiz uchun. Biz uchun ham bu juda ham katta narsa. Endi bitta rasmiy uchamiz. Bo'ldi. Rahmat.